Assalomu alaykum. Dream Liga Soccer 2025 o'yinining ashaddiy muxlislari, bugungi videoda sizlar bilan birgalikda mana bu yerda ko'rib turganingizdek bizda 9000 dan ziyodroq tanga bor. Va shu sababli biz Moises Caicedo'ni sotib olganmiz, uni full holatiga yetkazamiz. Bu uchun bizda 1400 dan ziyodroq olmos borligi uchun albatta mana bu yerdagi sariq kartali futbolchilarni sotib yuboramiz. Bizda barchasi darvozabon bo'lib qolishi kerak va mana bu yerda ko'rib turganingizdek bittagina Moises Caicedo qolmoqda va qolgan hammasi darvozabon. Shu sababli endi Moises Caicedo'ni chiroyli holatda, o'zimizga xohlagan holatda full qilishni ko'rib chiqamiz jigarlar. Ya'ni full qilib ko'ramiz. Bundan oldin jigarlar videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa albatta bundan keyingi ketma-ket 10 tacha video chiqaraman 2026-yilgacha. Ya'ni 12-13 kun ichida men 10 tacha video chiqaraman sizlar uchun. Shu sababli meni kanalimga obuna bo'lib, albatta videolarga like bosib qo'ying jigarlar. Yangi yilgacha 1000 ta bo'lsak albatta. Telegram kanalimda ham konkurslar bo'lib o'tadi. Telegram kanalim silgasini albatta kommentariyada pin holatda qilib qo'yaman. Hop, endi kuchaytirishga o'tib olamiz. Caicedo 83 reytinggacha ko'tarildi shu yangilanishda, ya'ni Idris 26 da. Oldin bilasiz 81 darajada edi. Undan oldin 80 ham bo'lgandi. Chelseaning tayanch yarim himoyachisi. Lekin men Idrisning shu narsasiga hayron qolyapman. Chunki Caicedo bilasiz Chelseada 83 darajaga erishdi. Lekin Real Madridda Aurelien Tchouameni Real Madridning asosiy tarkibidan tushirib bo'lmaydigan futbolchi deyotganlari hali ham 81 darajada. Hop, Caicedo'dan tepadan mana shu sita darajasini 100 qilib, keyin qolganini taklinglarini ham 100 qilishni ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Lekin bizda Caicedo'ni tezliklari past bo'lib qoladi. Hozircha hali ham tezlikka bitta ham kuchaytirish bergani yo'q. Bu bizning omadimiz deymizmi? Lekin tezlik va tezlanish ikki xil bo'lib qolsa, ya'ni tezlanish ko'proq, tezlik pastroq bo'lib qolsa, bu juda ham xunuk holat bo'ladi. Shu sababli tezlikga ham kuchaytirishlar tushishi kerak. Va bitta 100 chiqarib oldik Caicedo'dan 86 darajada. Endi texnika berishni ko'ramizmi? Xo'p, Telegram kanalimdan albatta mana shunday holatlarni so'rab boraman va Telegram kanalimdagilar to'liq fitness bering desa fitness beraman. Shu sababli sizlar ham Telegram kanalimga o'tib qolishni tavsiya etaman. Jigarlar, xo'p. Moises Caicedo hozircha 87 darajada, tezlanish 90 bo'ldi. Tezlikka endi kuchaytirishlar tushishni boshlamoqda. Va sta darajasi ham 90 bo'ldi mana. Stamina 100, tezlanish 91, stari 91 va tezlik hozircha 79 bo'lmoqda mana. Hop. Caicedo bilasiz Ekvadorlik futbolchi. Kolumbiya deb adashmang, bu Kolumbiya emas, Ekvador. Ya'ni biz unga qarshi o'ynamaymiz jahon chempionatida. Hop, Caicedo ko'rib turganingizdek fitness darajasi, ya'ni tezlanish 92 holatiga yetdi va juda tez kuchaytirib olishimiz kerak. Caicedo yarim holatda kuchaydi. Tezlik 81. STR yana STRga. Hop, Caicedo'ni 300 chiqarib, keyin yana texnika berishni ham ko'rishimiz kerak, lekin tezlik past, tezlanish 100 bo'lib qolsa ham bu juda xunuk holat bo'ladi. Menimcha to'liq fitness bosib yuboramiz Caicedo'da. Menimcha 400 chiqmaydi, lekin 95 lar bo'lib qolsa kerak tezlik. Albatta uni ham 100 chiqarishga harakat qilamiz. Caicedo 93 holatga bekorga erishmadi, 93 darajaga. Shu sababli Caicedo ham o'ta chiroyli kuchaytira olishimiz kerak. Bizda ko'rib turganingizdek hozirda 1000 tadan ziyod, 1200 tadan ham ortiqroq kuchaytirishlar bor. Shu sababli jigarlar albatta keyingi videolarda eng yaxshi futbolchilar, har bir pozitsiyaning eng zo'rlarini full qilaman. Masalan, Gabriel, Saliba, Van Dijk himoyada, qanotlarda Hakimi, Nuno Mendes, Mbappe, Haaland hujumlarda, Vini, Rafinhani full qildik. Yamal, Salah kabi futbolchilar, yarim himoyaning eng zo'rlari Bellingham, Pedrilar albatta shu akkauntda
birgalikda full qilamiz. Shu sababli kanalimga obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'yishni unutmang jigarlar. Mana shu videoni qani 500 tacha like qilib tashlaylik. Video prosmotr udar bo'lsin jigarlar. Kaysedoni ko'rib turganingizdek ancha yaxshi kuchaytirmoqdamiz. Menimcha 400 chiqadi Kaysedodan. 400 chiqmasa ham menimcha bitta 99 bo'lib qolishi ham mumkin, chunki ko'plab futbolchilarda shunday natija bo'lib qolgan. Masalan, Rodrigoda o'tgan yili, Rafinhada ham shunday bo'lardi, adashmasam 84 lik kartasida. Moises Caicedo yana kuchaytirishlar beraveramiz. Tezlik 94. Tez kuchaytirmasak endi. Tezlik 95 ham bo'ldi mana. Va Caicedo 98 bo'lib qoladi. Tezlik 96, 97 va so'nggi kuchaytirish menimcha break horse berildi bizda va menimcha 99 bo'ldi. Albatta 99, 100 va tackling darajasi ham 90. Bu menimcha Rodridan sal kuchsizroq bo'lsa-da, bir vaqtlar Rodri kuchaygandek kuchaydi. Paslar, kontrol darajalari va zarba darajalari biroz pastroq bo'lsa ham albatta. Va biz endi sotib yuborgan boyagi 4 ta futbolchimiz Barkolya, Thuram, Militao va Labotkalarni qaytarib olamiz. 90 tadan olmos ishlatib. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa yana bir marotaba like bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyada o'z izohlaringizni kutib qolaman. Hammaga rahmat, xayr, sog', salomat bo'ling.